Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Muallifning so'zi. Inson hayotida shunday haqiqatlar borki, ularni bilmaslik, bilishdan ko'ra ming chandon yaxshiroqdir. Baxtli oila, mehribon rafiqa va shirin farzand har bir erkakning orzusi. Ammo bu mukammal surat ortida qop-qora yolg'on yashiringan bo'lsa-chi? Yillar davomida mehr berib, oz qonim deb ostirgan farzandingiz aslida boshqa bir erkakning zurriyodi ekanligini bilib qolish. Bu shunchaki xiyonat emas, bu insonning butun borligini, erkaklik gururini va o'tmishini yoqib yuboradigan do'zax olovidir. Sardor o'zining mukammal deb bilgan hayoti aslida pufakdek ekanligini, sevgan ayoli esa usta aktrisa ekanligini aynan shu mudhish tunda bitta eskirgan telefon xotirasidan topib oldi. Bu qissada ishonchning qanday sinishi va eng yaqin insoningiz qanday qilib yovvoyi dushmanga aylanishi haqida hikoya qilinadi. Tayyor turing, haqiqat juda achchiq. Bir bob. Mukammal oila illyuziyasi. Toshkentning kuz oqshomlari ozgacha sokin bo'ladi. Sargaygan barglar daraxtlardan sekin uzilib, zax yerga qonayotgan bir paytda insonlar o'zlarining issiq uylariga, oilalari bagriga shoshadilar. Sardor ham xuddi shunday insonlardan biri edi. 30 yoshli bu yigit o'zining tinimsiz mehnati, halolligi bilan el-yurt orasida hurmat qozongan muvaffaqiyatli arxitektor edi. Uning hayotida hamma narsa joyida edi. Yaxshi ish, shinam hovli, onasi Xadicha ayaning duolari, go'zal rafiqasi Malika va hayotining mazmuni bo'lgan 3 yoshli o'g'li Umarchadir. Bugun u ishdan biroz erta qaytdi. Darvozadan kirishi bilanoq hovlida o'zining kichkina velosipedini uchib yurgan Umar yugurib keldi. Dada. Dadam keldi. Bolakayning jarangdor ovozi hovlini tutib ketdi. Sardor charchoqlarni unutib, sumkasini yerga tashladida, o'g'lini baland ko'tarib, yuzkozlardan o'pib ketdi. Polvonim, qahramonim. Dadasining o'g'li, bugun nimalar qilding, qani aytchi. Umar chuchuk tili bilan onasi unga qanday shirinlik pishirib berganini, buvisi bilan ertak eshitganini gurur bilan aytib berardi. Sardor o'g'lining kulgili qiliqlaridan zavqlanib, uni yelkasiga mindirgancha uyga kirdi. Oshxonadan yoqimli ovqat hidi kelardi. Malika, Sardorning 4 yil oldin uylangan rafiqasi, chiroyli dasturxon bezatib yurgan ekan. Malika juda go'zal, o'ziga qaragan, har doim ozoda va pazanda ayol edi. Qoni-qo'shnilar, qarindoshlar doim Sardorga havas bilan qarashardi. Xadicha xolaning kelini Farishtaya, Sardorga xudo bergan, deyishardi. Ishdan charchab keldingizmi, dadasi? Malika odatdagidek mayin tabassum bilan erini kutib oldi. Sizlarni ko'rdim, charchoqlarim chiqib ketdi. Sardor xotinning peshonasidan mehr bilan o'pib qo'ydi. Kechki ovqat juda fayzli o'tdi. Xadicha aya nevarasini erkalab, kelinning pishirgan ovqatini maqtab o'tirdi. Sardor bu manzaraga qarab Xudoga shukronalar aytardi. U umrida biror marta ham xotiniga qattiq gapirmagan, uni guldek asrab kelgan edi. Malikaning bitta aytganini ikkita qilmas, o'g'li Umar uchun esa jonini berishga ham tayyor edi. Biroq ba'zan dengiz qanchalik tinch va chiroyli ko'rinmasin, uning tubida eng xavfli girdoblar yashiringan bo'ladi. Sardor bu sokinlikning orqasida qanday mudhish bo'ron yaqinlashib kelayotganini sezmasdi. 2 bob. Shubha uruklari va qulf ostidagi sirlar. Hammasi bir oy oldin boshlangan edi. Sardor o'zining ko'p yillik ish tajribasidan kelib chiqib, insonlarning xatti-harakatidagi o'zgarishlarni tez ilgab olar edi. Oxirgi paytlarda Malika qandaydir o'zgarib qolgandi. U tez-tez xayolga to'lar, Sardor gapirganda birinchi marta eshitmay, "Ha, nima dedingiz?" deb qayta so'raydigan bo'lib qolgan edi. Lekin eng shubhali narsa Malikaning o'z telefoni bilan qandaydir ortiqcha do'stlashib qolgani edi. Oldinlari uning telefoni oshxona stolida, xontaxta ustida yoki divanda shunchaki tashlab ketilaverardi. Sardor hech qachon xotinining telefonini titkilashni xayoliga ham keltirmagan. Ularning o'rtasida to'liq ishonch bor edi. Ammo endi Malika telefonini o'zidan bir qadam ham uzoqlashtirmaydigan bo'ldi. Hammomga kirsa ham telefonini olib kirar, uxlaganda yostigining tagiga yashirib yotar, hattoki ovqat pishirayotganda ham telefoni cho'ntagida bo'lardi. Bir kuni kechasi Sardor suv ichgani turganida
Malikaning yotogida adyol tagida telefon yorugida kim bilandir yozishib yotganini ko'rib qoldi. Yarim kechasi kim bilan gaplashyapsan, Malika? Deb so'radi Sardor uyqusirab. Malika chochib tushib telefonni darhol o'chirdi va teskari o'girilib oldi. Hech kim, dadasi. Dugonam Shahnoza bilan gaplashayotgandim, eri bilan urushib qolibdi, shunga maslahat so'rayotgan ekan. Yoting, uxlang. Sardor bu javobdan qoniqqan bo'lsa-da, uning ichida qandaydir qora qurt kimirlab qo'ygandek bo'ldi. Lekin erkaklik gururi va ayoliga bo'lgan ishonchi sababli bu shubhani darhol miyasidan quvib chiqardi. Bekorchi narsalarni o'ylamay. U meni sevadi, oilasini hurmat qiladi. Axir biz baxtlimizku deb o'ziga o'zi tasalli berdi. Lekin shubha urugi qalbga tushgach, u albatta unib chiqadi. Bu yozilmagan qonun edi. 3 bob. Eskirgan telefon va sandiqdagi sir. Noyabr oyining yomg'irli kunlaridan birida Sardorning ishida muammo chiqdi. U loyihalagan binoning qadimiy chizmalari yo'qolib qolgan edi. U bu chizmalarni 2 yil oldin eski fleshkasiga tashlab qo'yganini esladi. Fleshkani izlab, u yotoqxonadagi katta javonni tita boshladi. Malika bu paytda onasining tobiga qochgani sababli Umarni olib mehmonga ketgan edi. Uyda Sardor yolg'iz o'zi edi. Javonning eng pastki tortmasida, kiyimlarning eng tagida qandaydir qattiq narsa Sardorning qo'liga urildi. U matolarni ochib ko'rdi. Kichkina, chiroyli gulli matoga o'ralgan bir quti turardi. Qutining ichida esa Malikaning to'ydan oldin ishlatgan, hozirda eskirib qolgan ipxona 8 smartfoni yotardi. Sardor fleshkani izlashni to'xtatdi. Nega bu telefonni tashlab yubormagan yoki kimgadir bermagan? Nega bunchalik chuqur kiyimlar tagiga yashirib qo'yilgan? Shubha yana o'z so'zini aytdi. Sardor qutidan telefonni oldi. Uning quvvati tugagan edi. Yigit o'zini tiyishga harakat qildi. Birovning, hattoki o'z xotining bo'lsa ham, shaxsiy narsasiga ruxsatsiz tegish erkakka xos emas. Qo'y, Sardor, tentaklik qilma, dedi u o'ziga. Lekin qiziqish va ichidagi gashlik ustun keldi. U tokchadan zaryadlash moslamasini olib, eski telefonni quvvatga uladi. 5 daqiqadan so'ng telefon yonib, ekranda olma belgisi paydo bo'ldi. Sardorning yuragi nega bunchalik tez urayotganini o'zi ham tushunmasdi. U xuddi o'z olim hukmini o'qishga tayyorlanayotgan mahkumdek qaltirardi. Telefon yondi. Parol so'radi. Sardor Malikaning hozirgi parolini, Umarning tugilgan sanasi kiritib ko'rdi, noto'g'ri. Keyin o'zining tugilgan sanasini, to'y kunlarini kiritib ko'rdi, yana noto'g'ri. Oxiri Sardor tavakkal qilib, Malikaning to'ydan oldingi raqamlardan birini, qizlik paytidagi parolini eslab qolgan edi. 250.893 uning tugilgan sanasi. Kod qabul qilindi. Ekran ochildi. Telefon oddiy, eski rasmlar va dasturlarga to'la edi. Sardor chuqur nafas oldi. Ko'rdingmi, rashkchi ahmoq? Hech narsa yo'q, deya jilmaydi u. Ammo u telefonni o'chirmoqchi bo'lganida, ekranning yuqori qismida, ko'zga tashlanmaydigan burchakda yashirin jild, hidden folder borligini ko'rib qoldi. Unga kirdi. U yerda Telegram dasturining dublikati, sirli ravishda o'rnatilgan ikkinchi akkaunt bor edi. Sardor dasturga kirdi. Dastur internetga ulanishi bilanoq zang qilib minglab o'qilmagan xabarlar kela boshladi. Sardorning nafasi ichiga tushib ketdi. Yozishmalarning eng yuqorisida Shahnoza tikka degan nom turardi. Lekin kontaktning rasmiga qarab Sardor qotib qoldi. Rasmda hech qanday Shahnoza yo'q edi. Rasmda kiyingan, qimmatbaho mashina rulida o'tirgan, yuzi soqolli, ko'zoynak taqqan begona bir erkakning surati turardi. Sardor xuddi oyog'i ostidagi yer yorilib, o'sha chuqurga qulab tushayotgandek his qildi o'zini. Qo'llari qaltirab, eng oxirgi kelgan xabarni ochdi. Xabar bugun ertalab kelgan edi. Shahnoza tikka, aslida bu erkak. Malish, qachon ko'rishamiz? O'g'limizni juda sog'indim. O'sha ahmoq ering qachon xizmat safariga ketadi o'zi? Bolamni rasmini jo'nat yana. Tort bob. Do'zax eshiklarining ochilishi.
Sardorning ko'zlari qorong'ulashib ketdi. Yuragi qinidan chiqqudek urardi. U ekrandagi sozlarni qayta-qayta o'qirdi. O'g'limizni juda sog'indim. O'sha ahmoq ering. Bolamni rasmini jo'nat. Yo'q. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Bu qandaydir xato. Bu hazil, Sardor xirillagan ovozda pichirlardi. U tomogiga tiqilgan toshdan nafas ololmay yotoqxona derazasini ochib yubordi. Noyabrning muzdek havosi uning yuziga urildi, lekin uning ichidagi jahannam olovini o'chira olmasdi. Sardor asabiy tarzda telefonni qayta qo'liga oldi. Barmoqlari bo'ysunmas edi. U chatlar tarixini yozishmalarning eng boshiga, eng birinchi kunga qaytarishni boshladi. Minglab xabarlar, rasmlar, ovozli xabarlar. Bu 1-2 kunlik aloqa emas, yillab davom etgan mudhish va qop-qora sirlar silsilasi edi. U chatning boshini izlab topdi. Yozishmalar Sardor va Malika to'y bo'lishidan 6 oy oldin, Malika Sardor bilan endigina uchrashib yurgan paytlarda boshlangan ekan. Erkakning asl ismi Jasur ekanligini yozishmalar orasidan tushunib oldi. Sardor yiglayotgan qonli ko'zlari bilan 60dagi xabarlarni o'qishni boshladi. Har bir o'qigan so'zi uning erkaklik gururini, butun vujudini pichoqdek tilib, burda-burda qilib tashlardi. To'ydan 3 oy oldin. Malika, Jasur aka, nima qilamiz endi? Men homiladorman. Kecha qildim, 2ta chiziq. Meni qachon uydagilaringizga ko'rsatasiz? To'yni tezlashtirmasak sharmanda bo'laman. Jasur, jinnimisan? Qanaqa to'y? Senga aytganman-ku, dadam meni o'rtog'ini qiziga uylantirmoqchi. Bizni uydagilar seni qabul qilmaydi. Abort qil. Malika, iloji yo'q. Shifokor aytdi, abort qilsam boshqa farzand ko'rolmasligim mumkin ekan. Meni tashlab ketmang, yolvoraman. Jasur, miyani achitma, Malika. Senga pul beraman. Qilmasang o'zing bilasan. Men senga uylanmayman. Sardor stulga shilq etib tushdi. U o'sha paytlarni esladi. Malika to'ydan oldin juda tushkun ahvolda yurar, shoshilinch tarzda, to'yni tezroq qilaylik, uydagilarim meni boshqa odamga berib yuborishmoqchi, deb Sardorni va onasi Xadicha ayani shoshiltirgan edi. Sardor, u sodda va go'l yigit, sevgan qizidan ayrilib qolmaslik uchun bor pulini yigib, kredit olib, atigi 1 oy ichida katta to'y qilib, Malikani o'z uyiga olib kelgan edi. Yozishmalarni o'qishda davom etdi. To'ydan 1 oy o'tib, Malika, Jasur, men uylandim. Yana erga tegdim. Sardor degan bitta sodda, mo'min-qobil arxitektorga. U meni telbalarcha sevadi. Homilamni uning bolasi deb aytdim. U shunchalik xursand bo'ldiki, xuddi osmonda uchib yurgandek. Endi farzandimning rasman otasi bor. Jasur, zo'r-ku. Aql bilan ish qilibsan, jinnivoyim. Endi muammo yo'q. Ering seni boqadi, bola ham yetim bo'lmaydi. Ammo sen baribir meniksan, esingdan chiqarma. Yaratgan egam. Bu nima degan gap? Odam shunchalik ham iflos, shunchalik ham tuban bo'lishi mumkinmi? Sardor baqirib yubordi. U telefonni devorga urib chilparchin qilgisi keldi, lekin haqiqatning oxirigacha yetish istagi uni to'xtatib qoldi. Bu 4 yil davomida Sardor ertalabdan kechgacha oilam, bolam-chaqam deb qurilishlarda ishlab, kechalari uxlamasdan chizmalar chizgan paytlarida. Uning hurmatli rafiqasi farishta kelin Malika o'sha pastkash Jasur bilan uchrashib yurgan ekan. Yozishmalar orasida mehmonxonalardan, ijaraga olingan uylardan tashlangan rasmlar, behayo xabarlar tiqilib yotardi. Xudoyim, menga kuch ber. Aql-hushimni yo'qotib qo'ymayin. Sardor 2 qo'li bilan yuzini to'sib, daho va xorlik ustun kelgan ohangda ho'ngrab yiglab yubordi. Uning butun orzulari, uning hayoti bir zumda qora tuproqqa qorishgan edi. 5 bob. Umarning otasi, begona qon. Eng dahshatlisi xiyonatning o'zi emas edi. Eng dahshatlisi, o'z jigarbandi deb bilgan, har kuni yelkasiga mindirib sayr qildirgan, qorni o'grisa tunlari uxlamay chiqqan o'g'li, Umarning unga hech qanday aloqasi yo'qligi edi. Sardor yozishmalardagi bolaning rasmlarini ochdi. Malika doimiy ravishda Jasurga Umarning qanday o'sayotgani, birinchi qadamlari, bog'chadagi rasmlarni tashlab turgan ekan.
Qarang, Jasur aka xuddi o'zingizga o'xshaydi. Kozlari, kulishlari xuddi siz, deb yozgan edi Malika yaqindagini yuborgan xabarida. Sardor qotib qoldi. U bolaning yuz tuzilishiga endi boshqa koz bilan xotirasida qarab chiqdi. Umar haqiqatdan ham na Sardorga, na Xadicha ayaga o'xshardi. Barcha qarindoshlar bola togalariga tortibdi-da deb o'zlarini yupatishardi. Ammo endi Sardor telefon ekranidagi Jasurning rasmiga va Umarning yuziga solishtirib ko'rdi. O'xshashlik hayratlanarli darajada aniq edi. O'sha o'tmas jaglar, qongir kozlar. Umarning tomirlarida Sardorning emas, mana shu pastkash, oilani buzuvchi muttahamning qoni oqayotgan edi. Sardor yotoqxonadan chiqib, o'g'li Umarning o'yinchoqlari yotgan xonaga kirdi. U yerda Umarning kichkina kiyimlari, Sardor o'z qo'li bilan yasab bergan yog'och ot yotardi. Sardor o'sha yog'och otni qo'liga oldi. Ko'z yoshlari otning ustiga tomdi. Uning yuragida ikki xil tuyg'u vahshiyona kurashardi. Biri, 4 yil davomida mehr berib, o'z jonidan ortiq ko'rib o'stirgan begunoh bolaga bo'lgan otalik mehri. Ikkinchisi, qonli xiyonat, aldov va xorlikdan tugilgan cheksiz nafrat. Bola aybdormi? Yo'q, Umar hech narsani bilmaydi. U Sardorni dada deb uni xudo kabi ko'radi. Lekin Sardor endi uni qanday qilib bagriga bosa oladi? Har safar Umarning yuziga qaraganda, uning orqasida ustidan kulib turgan Malika va Jasurning basharasini ko'rmaydimi? Ahmoq! Qanday qilib shuncha yil ko'rlardek yashadim? Qanday qilib onamni va o'zimni bu zaharli ilonga ishonib topshirdim? 6 bob. Qasos olovi va sovuq qaror. Kech soat 8lar bo'ldi. Derazadan qorong'u tushdi. Sardor yotoqxonada chiroqni yoqmay, qorong'ulikda, qo'lida o'sha mudhish xotirali eski telefonni ushlab o'tirardi. Eshik qo'ng'irogi chalindi. Malika va Umar qaytib kelishdi. Dadasi. Biz keldik. Malikaning doimiy ochiqko'ngil, xotirjam va yolg'onchi ovozi dahlizdan eshitildi. Umar, dada, dada deb yugurib yotoqxona eshigini ochdi. Sardor o'rnidan turdi. Uning ko'zlari qonga to'lgan, yuzida 1000 yillik azobning asorati bor edi. U telefonni cho'ntagiga yashirdi. U darhol to'polon qilib, Malikaning sochini yulib, ko'chaga haydab solishni xohlardi. Bu har qanday sharq erkagining birinchi reaksiyasi bo'lardi. Lekin Sardor juda aqlli va bosibyanchuvchi yigit edi. Agar u hozir janjal ko'tarsa, Malika hammasini inkor qilishi, yiglab, o'zini jabrdiyadek qilib ko'rsatishi va hattoki bu akkont mening nomimdan ochilgan, qandaydir dushmanlarim uyushtirgan deb aldashi mumkin edi. Chunki bunday ayoldan hamma narsani kutish mumkin. Yo'q, Sardorga qat'iy inkor etib bo'lmas va uni sud orqali butunlay majruh qiladigan dalil kerak edi. U yuziga soxta tabassum yopishtirdi. Uning bu tabassumi ortida qanday fojia yotganini faqat Yaratgan bilardi. Keldinglarmi, bolapoyim? Sardor Umarni ko'tarib oldi, lekin oldingidek bagriga bosa olmadi. O'zidan uzoqroq ushlab turdi. Malika xonaga kirdi. U Sardorning qizarib ketgan ko'zlarini ko'rib biroz ajablandi. Tinchlikmi, dadasi? Ko'zingiz qizarib ketibdi. Tobingiz qochdimi? U xuddi mehribon xotinlardek kelib Sardorning peshonasini ushlamoqchi bo'ldi. Sardor uning qo'lini sekin, lekin qat'iy qaytarib tashladi. Agar u Malikaga tegsa, o'zini tuta olmay, uning bo'g'zidan bo'g'ib qo'yishdan qo'rqdi. Yo'q, kompyuterda chizma chizib ko'zim toliqibdi. Bir oz uxlasam o'tib ketadi. O'sha kecha Sardor uxlamadi. U Malika bilan bitta yotoqda birga yotishga majbur edi. Yonida nafas olib yotgan bu ayol unga endi hayvondan ham jirkanchroq tuyulardi. Ayolning nafas olishi, har bir harakati yigitning yuragiga sanchilayotgan xanjardek edi. Sardor yotogidan ohista turdi, mehmonxonaga chiqdi va telefonidagi barcha yozishmalarni o'zining ekraniga skrinshot rasm qilib oldi. Hammasini bulutli xotiraga cloud saqladi. Endi navbatdagi qadam tibbiy va rad etib bo'lmas haqiqatni yuzaga chiqarish edi. U erta tongdayoq klinikaga borishni va denk otaliqni belgilash testini topshirishni reja qildi.
Agar natijalari yozishmalarni tasdiqlasa, u malika va uning haqiqiy otasiga shunday jahannamni tayyorlaydiki, ular bir umr Sardorning nomini eshitganda qaltiraydigan bo'ladi. Muallifning so'zi. Haqiqatni bilish azob, ammo o'sha haqiqat bilan dushmaning bilan bir tom ostida, bitta ko'rpada yashash, tiriklayin do'zaxda yonish demakdir. Sardor o'z xotinining fohishadan ham tubanroq ekanligini, farzandi esa xiyonat mevasi ekanligini bildi. Qonni qon bilan, gazabni musht bilan yuvish har qanday erkakning xayoliga keladigan birinchi oy. Biroq Sardor oddiy, qizishib ketadigan yigit emasdi. U arxitektor, har bir detalni, har bir gishtni o'z o'rniga qo'yib, mukammal bino qurishga, kerak bo'lsa, uni xuddi shunday mukammallik bilan qulatishga odatlangan inson. U o'zining jarohatlangan yuragini muzlatishga va malika hamda uning o'ynashiga shunday qasos rejasini tuzishga qaror qildiki, bu ularning butun hayotini, jamiyatdagi o'rnini va obro'sini yakson qilishi kerak edi. Ikkinchi qismda biz sovuqqonlik qanday shakllanishini va insonning asablari qanday qilib po'latga aylanishini ko'ramiz. 7 bob. Haqiqatning tibbiy muhri va olgan umidlar. Ertalabki quyosh nurlari derazadan tushib xonani yoritdi. Sardor uchun bu tun asrlarga tatigulik darajada uzun va azobli bo'ldi. U deyarli uxlamadi. Yonida hech narsa bo'lmagandek xotirjam pishillab uxlab yotgan malikaning yuziga qarab, Sardorning ko'nglida shunday kuchli jirkanish paydo bo'ldiki, u o'zini arang bosib turardi. Qanday qilib inson shunchalik ikkiyuzlamachi, shunchalik sovuqqon yovuz bo'lishi mumkin? Qanday qilib u har kuni ertalab ko'zimga qarab sizni sevaman deyishi, yuzimdan opishi va orqamdan mana shu iflosliklarni qilishi mumkin? Sardor yotogidan ohista turdi. U hammomga kirib sovuq suvda yuzini yuvdi. Ko'zlaridagi qizil tomirlar bortib chiqqan, yuzi bir kechada sonib, qorayib ketgandek edi. U hammomdagi javonni ochdi. Umarning bolalar tish cho'tkasi turardi. Sardor cho'tkani oldi, uni ehtiyotkorlik bilan toza selofan xaltachaga soldi. So'ngra yotoqxonaga qaytib, Umar uxlayotgan karavotcha yoniga keldi. Kichkintoyning yostigi ustida tushib qolgan bir nechta tola sochini topdi va ularni ham o'zining soch tolalari bilan birga konvertga soldi. Oshxonada idish-tovoqlarning taraqlagan ovozi eshitildi. Malika nonushta tayyorlayotgan edi. Sardor kiyinib oshxonaga kirdi. Voy, dadasi, erta turib ketibsiz. Bugun yakshanba-ku, yana ozgina uxlamabsiz-da, dedi malika, tovada tuxum qovurayotib, unga jilmayib qarab. Sardor uning bo'r mehribon yuzini ko'rib, ichida agdar-tontar bo'lib ketdi. U o'zini zo'rga tutib, soxta jilmaydi. Uyqum qochdi. Obyektdan ustalar qo'ng'iroq qilishdi, chizmalarda qandaydir xato ketibdi, tez borib kelmasam bo'lmaydi, Sardor bahona toqidi. Choy ichib keting hech bo'lmasa, dedi malika. Yo'q, kechgaman, o'sha yerda biror narsa yeb olarman, Sardor shoshib uydan chiqdi. Agar yana bir daqiqa shu yerda qolsa, ayolning yuziga tupurib yuborishdan yoki uning tomogidan bo'gishdan o'zini tiya olmasligini bilardi. Sardor To'g'ri shahardagi eng yirik, maxfiy tibbiy genetik tekshiruvlar o'tkazadigan xususiy klinikaga bordi. U yerda ro'yxatdan o'tib, o'zi va o'g'lining namunalarini topshirdi. Menga javobi tezlashtirilgan tartibda kerak. Pulini 2 barobar to'layman. Iltimos, eng qisqa vaqtda aniqlab beringlar, dedi Sardor vrachga qat'iy ohangda. Ekspress natijalari 4 soatda tayyor bo'ladi, lekin rasmiy qog'ozini pechat bilan kechqurun olasiz, dedi shifokor. Sardor 4 soat davomida mashinasida o'tirib, shahar ko'chalarini maqsadsiz kezdi. Uning miyasida ming xil oylar gujgon o'ynardi. Balki o'sha jasur degani gapirolmaydigan ahmoqdir. Balki malika shunchaki u bilan yozishib yurgan-u, lekin bola meniki bo'lib chiqar. Axir, bola to'ydan keyin tugildi-ku. Inson psixologiyasi shunday, hatto eng yuzsiz haqiqat oldida ham miya miltiragan umid uchqunini izlashga urinadi. Nihoyat, soat 13, oh-ohda Sardorning telefoniga klinikadan xabar keldi. Natijalaringiz tayyor. Olib ketishingiz mumkin. Sardor klinikaga kirdi. Qabulxonadagi hamshira unga muhrlangan konvertni uzatdi. Sardor konvertni olib mashinasiga o'tirdi. Qo'llari qaltirardi. Konvertni yirtib ochdi. A4 formatdagi qog'ozda murakkab tibbiy atamalar, genetik kodlar diagrammasi yozilgan edi.
Sardor bularning barchasini o'tkazib yuborib, qog'ozning eng pastki qismiga xulosa degan joyga qaradi. U yerda qalin, qora harflar bilan shunday yozilgan edi: tekshiriluvchi ota va tekshiriluvchi farzand o'rtasidagi biologik otalik ehtimolligi butun biologik otalik rad etiladi. Sardor chuqur harsillab nafas oldi. Oxirgi umid uchquni ham kuli ko'kka sovrildi. Hammasi haqiqat. 4 yillik hayoti qizil yolg'on. U Berovning qandaydir haromi Jasurning bolasini boqib, tunlari uxlamay, unga dorilar tashib, mehrini, umrini, topgan pulini sarflab kelgan ekan. Sardor boshini rulga qo'yib, bokirib yig'lab yubordi. Bu nafaqat alam, balki erkaklik sharafining toptalishi, ishonchning xiyonat oyog'i ostida ezilishi faryodi edi. 8 bob. Yuzdagi niqob va qasosning huquqiy asosi. Og'zini yigidan to'xtatib, Sardor yuzini sovuq suv bilan yuvdi. Endi yiglash vaqti emasdi. Endi harakat qilish vaqti keldi. U shunday qasos olishi kerak ediki, Malika va o'sha Jasur qilgan bu qabihliklari uchun har bir nafasdan afsuslansin. Lekin buning uchun u g'azabini jilovlashi, uyda hech narsa bilmagandek, sodda va mehribon erning niqobini taqib yurishi kerak edi. Uyga qaytganida onasi Xadicha aya hovlida Umar bilan o'ynab o'tirardi. "Kela qol, bolam. Charchab keldingmi? Ishlaringni bitirdingmi?" dedi onasi Sardorga mehr bilan qarab. Sardorning yuragi ezilib ketdi. Onasi Malikani o'z qizidek yaxshi ko'rardi. Har doim mening kelinimdek kelin yo'q, qoli shirin, tili shirin deb maqtangan edi. Sardor onasining bu soxta farishta haqidagi qanday katta aldov qurboni bo'layotganini o'ylab, o'zini yomon ko'rib ketdi. "Ha, onajon, bitirdim", dedi Sardor Umarga qaramaslikka harakat qilib. U bolani bagriga bosishga o'zida kuch topa olmadi. Kechqurun yotoqxonada Malika yana telefoniga yopishib yotardi. Sardor e'tibor bermagandek xotirjam kitob o'qib yotgan bo'ldi. Lekin u aslida ertangi rejalarni tuzayotgan edi. Agar Sardor shunchaki ajrashaman desa, qonun bo'yicha mol-mulk, ular to'ydan keyin sotib olgan hovli va qimmatbaho mashina teng 2 ga bo'linadi. Malika bola bilan qolgani uchun hatto kattaroq ulushni ham talab qilishi mumkin edi. Axir Umar rasman Sardorning nomida edi. Yo'q. U fohisha mening peshona terim bilan topgan mol-mulkimdan biror tiyin ham olmaydi. U bu uydan qanday kelgan bo'lsa, shunday bitta ko'ylagida haydalib chiqadi, deb qat'iy qaror qildi Sardor. Ertasi kuni dushanba edi. Sardor ishga borish o'rniga o'zining eski do'sti, mohir yurist Alisher bilan uchrashdi. Sardor Alisherga hammasini, yozishmalar va ding xulosasini ko'rsatdi. Alisher shokka tushib qoldi. "Do'stim, bu dahshatku. Bu ayol emas, iblisning o'zi ekan. Nima qilmoqchisan? Sudga berib tazyiq o'tkazaylikmi?" dedi Alisher. "Yo'q, Alisher. Sud bu oddiy yo'l. Men uni jazolamoqchiman. Hamma narsamdan mahrum qilaman. Lekin ajrimdan oldin uy va mashinani o'zimning nomimdan onamning nomiga o'tkazib qo'yishim kerak. Qanday huquqiy yo'llari bor?" so'radi Sardor. Alisher qonun kitoblarini varaqladi. Qonun bo'yicha to'ydan keyin olingan mulkni er-xotin birgalikda sotishi yoki hadya qilishi uchun ikkinchi tomonning notarial roziligi kerak. Ya'ni uyni onangni nomiga hadya qilishing uchun Malika borib imzo chekib berish kerak. Lekin boshqa yo'li bor. Biz qarz shartnomasi tuzamiz. Xuddi sen uyni va mashinani olish uchun falonchi tanishingdan, masalan, mening nomimdan katta miqdorda qarz olgansan, uni to'lay olmaganing uchun mulk evaziga undirib olinadi. Yoki shunchaki Malikaning o'ziga sekin gapga solib, biznes uchun pul kerakligini aytib, ishonchnoma, doverennost oldirib olamiz. Sardor ikkinchi variantni ma'qul ko'rdi. U shunchalik o'zini erkin his qilyaptiki, mening har qanday gapimga ishonadi. Men u ishonchnomani olaman, dedi o'ziga o'zi. O'sha kuni kechqurun Sardor uyga katta guldasta va chiroyli taqinchoq bilan keldi. Malika xursandchilikdan terisiga sigmasdi. "Voy dadasi, nega buncha xarajat qildingiz? Tinchlikmi? Yoki bayramni unutdimmi?" dedi Malika nozlanib.
Shunchaki sizdek ajoyib ayolim borligidan xursand bo'lib ketdim. Sardor sozlardan og'zi jirkanib ketayotgan bo'lsa-da, aktyorlik qildi. Lekin, Malika, menda bir muhim biznes reja bor. Ishxonada katta obyektni o'z zimmamga olyapman. Buning uchun katta sarmoya kerak. Bankdan kredit olishimiz kerak. Kafil sifatida uyni qo'yamiz. Men doim ishlarga yugura olmayman. Notariusda uyni garovga qo'yish, sotish va boshqarish huquqini menga ishonchnoma orqali berib qo'ysang, qog'ozbozlikdan qutulardik. Malika uning gapiga zarracha ham shubha qilmadi. Axir Sardor sodda, faqat oilam deydigan odam. Qayerga ham borardi deb o'yladi u. Ertasi kuniyoq Malika notariusda Sardorga mulkni to'liq boshqarish va tasarruf etish bo'yicha bosh ishonchnoma Generalnaya doverennost imzolab berdi. Shu kunning o'zidayoq Sardor uyni va mashinani onasi Xadicha ayaning nomiga hadya shartnomasi orqali o'tkazib yubordi. Endi rasman Sardorning o'z nomida hech narsa qolmagan edi. Huquqiy tuzoq yopildi. 9 bob. Dushman bilan yuzma-yuz Jasurning izidan. Mol-mulk masalasini hal qilgach, Sardor ikkinchi, eng qabih dushman, Jasurning kimligini aniqlashga kirishdi. U tunlari Malika uxlaganda uning yonidagi eski telefondan Sardor eski telefonni hamisha ishxonada saqlar, lekin uning ichidagi yashirin telegramni o'zining ishchi telefoniga Chlone ilovasi orqali ulab olgan edi. Shunda Malika kimgadir yozsa, Sardor real vaqt rejimida barcha xabarlarni o'qib turardi. Jasurning telefon raqamini ko'chirib oldi. Sardor tanish-bilishlarni ishga solib, raqam egasini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, Jasur yoshi 35larda bo'lgan, otasining puliga yashaydigan, bojxona sohasida ishlaydigan erkatoy va xotinboz yigit ekan. Eng qizigi va Sardor uchun eng zo'r qurol shu ediki, Jasur uylangan edi. Uning o'zining rasmiy xotini va 2 ta qizi bor edi. Jasurning qaynotasi esa shaharda juda katta ta'sirga ega bo'lgan prokuror o'rinbosarlaridan biri ekan. Jasur qaynotasidan itdek qo'rqar, chunki uning ostidagi qimmatbaho mashinasi, uyi va ishi aynan shu qaynotaning soyasida edi. Demak, sen ham yo'qotadigan narsalarga ega ekansan, iflos, jilmaydi Sardor zaharxanda bilan. Sardor bir necha kun davomida Jasurni kuzatib yurdi. Uni bojxona boshqarmasi oldida poyladi, kechqurunlari qimmatbaho restoranlarda ozgarib-ozgarib turli qizlar bilan o'tirganini, kalyan chekib vaqt o'tkazishini kameraga tushirdi. Eng muhimi, Sardor Jasurning o'z rasmiy oilasi, xotini bilan tushgan suratlari, yashaydigan manzili va qaynotasining raqamlarigacha topib qo'ydi. Bir kuni kechqurun Sardorning telefoniga sinxronlashtirilgan telegramdan xabar keldi. Bu Malika edi. Jasur aka, ertaga Sardor Qo'qonga ish bo'yicha 2 kunga xizmat safariga ketyapti. Ertaga kechqurun ko'rishamizmi? O'sha Amirsoyga ketayotgandagi tok dala hovlisiga boramizmi? Jasur javob yozdi, zo'r. Nihoyat o'sha laqmangdan qutulibsan. Ertaga kech soat 8 da o'zim seni o'sha yerdagi chorrahadan olib ketaman. Bolani nima qilasan? Malika, Umarni qaynonam bilan tashlab ketaman. Dadamnikiga ketyapman deb bahona qilaman. Tayyorgarlik ko'rib kuting. Sardor bu xabarlarni o'qiyotganda uning barmoqlari shunday qattiq musht tugilgan ediki, tirnoqlari kaftini qonatib yubordi. Demak, uning o'z uyida, o'z onasiga o'g'lini tashlab, bu makkora o'ynashning quchogiga ketyapti. Sardor o'zini tutdi. U Malikaga o'sha kuni oqshom to'g'ri mehnat ta'tili ololmadik, lekin ertaga yosh obyektlarni ko'rgani 2 kunga vodiyga ketaman. Uyda ehtiyot bo'linglar deb yolg'ondan aytdi. Malika juda xafa bo'lgandek o'zini tutdi. Voy, qanday qilibsiz siz 2 kun turaman. Tezroq qayting, dadasi, deya erining bo'yniga osildi. Sardor jilmaydi, lekin ichida iblisning shogirdi deb tupurdi. Onbob. Dala hovlidagi xiyonat manzarasi va jimgina kuzatuvchi. Ertasi kuni kechqurun Sardor o'zining mashinasini boshqa uzoqroq joyga parkovka qilib, ijara rentatar kompaniyasidan qop-qora, e'tibor tortmaydigan eski Nexa mashinasini oldi. U Amirsoy dam olish maskani yo'lidagi chorrahada, qorong'u burchakda kutib turdi. Soat 20, da Malika o'ziga oro berib, qisqa yubka va chiroyli palto kiygan holda chorrahaga taksida kelib tushdi. Oradan 10 daqiqa o'tar-o'tmas, oq rangli, oxirgi rusumdagi Toyota Prado mashinasi kelib to'xtadi.
Mashina ichida Jasur o'tirardi. Malika tabassum bilan yugurib borib mashinaga o'tirdi. Ular darhol mashina ichida uzoq va ehtiros bilan quchoqlashib ko'rishishdi. Bu manzarani 20 metr naridan durbin orqali kuzatib o'tirgan Sardorning yuragi qon bilan yigilardi. 4 yil sevgan ayoli, onasining farishta kelini endi qandaydir bir iflosning quchogida erib borardi. Sardor ularni sezdirmasdan orqasidan ta'qib qildi. Mashina tok yonbagridagi qimmatbaho ijara dala hovlilaridan dacha biriga kirib to'xtadi. Darvoza yopildi. Sardor mashinasini uzoqroqqa qo'yib, piyoda dala hovliga yaqinlashdi. Devor oshib hovliga tushdi. U yerdagi derazalar katta va oynaband edi, faqat pardalari yopilgan. Lekin burchakda parda yopilmagan tirqishdan ichkaridagi manzara aniq ko'rinardi. Sardor o'sha yoriqdan ichkarini kuzatdi. Stol ustida qimmatbaho ichimliklar, mevalar. Jasur va Malika musiqa ostida raqs tushar, keyin esa bir-birlariga yopishib, o'pishishga o'tishdi. Malika shunday erkin va ehtirosli ediki, Sardor uni hech qachon bunchalik baxtli ko'rmagan edi. Sardor o'z uyida ko'rgan kamtarin, ibolish ayoldan asar ham qolmagandi. Uning oldida nafsiga qul bo'lgan ochiq fohisha raqs tushardi. Sardor telefonini oldi. U oynadagi tirqish orqali ularning qiliqlarini, yuzlarini juda aniq, yuqori sifatda videoga oldi. Kamera xuddi hujjatli film olayotgandek xolis ishlardi, ammo kamerani ushlab turgan erkakning qo'llari alamdan qaltirar, ko'zlaridan issiq, qonli yoshlar tomib, tokning muzdek yeriga tushardi. Sen nafaqat mening sevgimni, nafaqat hayotimni, sen mening oilamni, onamning ishonchini oyoq osti qilding. Sen men o'g'lim deb ishongan begunoh bolaning kelajagini o'girlading. Men sizlarni kechirmayman. Hech qachon. Sardor videoni yozib bo'lgach, devordan oshib tushdi va u yerdan ketdi. 11 bob. O'girlangan bolalikning azobi. Ertasi kuni Sardor xizmat safaridan qaytganini aytib uyga keldi. Uydagi manzara uni chidab bo'lmas darajada azoblardi. Malika kechasi bilan Jasur bilan birga bo'lib, uyga kelib dush qabul qilgan va endi onasi Hadicha aya bilan xamir qorib, manti tugib o'tirardi. Qanday ulkan ikkiyuzlamachilik. Umar yugurib kelib Sardorning bo'yniga osildi. Dadam keldi. Dada, menga mashina olib keldingizmi? Sardor bolani qo'liga oldi. Uning yuziga tikilib qaradi. Hozir Sardorning ko'z o'ngida Umarning yuzida Jasurning o'sha dala hovlidagi jilmayib turgan basharasi gavdalangan edi. Sardor o'zini bazor tutdi. Umar o'zining otasi Sardor emasligini, uning onasi dala hovlilarda begona erkaklar bilan yurganini bilmaydigan mutlaqo begunoh, toza farishta edi. Lekin har safar Umarga qaraganda Sardor xiyonatni ko'rardi. Bu ruhiy bosimga dosh berish azob edi. Olib keldim, bolam. Bor, onangga ayt, senga ovqat bersin. Sardor bolani yerga qo'yib yubordi. Umar xafa bo'lib qoldi. Dadam nega men bilan o'ynamayaptilar degan savol uning jajji ko'zlarida porlardi. Sardor oshxonasiga kirib, eshikni yulib oldi va devorga suyanganicha o'tirib qoldi. O'g'lim, men seni shunchalar yaxshi ko'rardim. Endi men senga qanday otalik qilaman? Qanday qilib seni bagrimga bosaman? Meni kechir, bolam, men seni tashlab ketishga majburman, chunki har safar senga qaraganimda onangning xiyonati qalbimni tirnayveradi. Sardor Umarning kelajagi haqida ham o'ylab ko'rdi. Agar u Malikani uydan haydasa, Malika albatta Umarni olib ketadi. Jasurchi? Jasur o'zining boy xotini va qizlaridan voz kechib, Malika va o'zgaromidan bo'lgan bu bolani qabul qiladimi? Albatta yo'q. Jasurning yozishmalaridan aniq ediki, u Malikaga faqat ko'ngilxushlik obyekti sifatida qarardi. Zarari yo'q deb qat'iy qaror qildi Sardor. Ular bu iflosliklarni o'zlari boshladilar, javobini ham o'zlari tortishadi. 12 bob. Tuzoqning tayyorlanishi, qasos kechasiga tayyorgarlik. Sardor hamma dalillarni to'plab bo'lgandi. Denk natijalari 2 yillik telegram yozishmalari, fayllar, rasmlar va dala hovlidagi xiyonat videosi. Bularning hammasini u chiroyli tarzda taqdimot, prezentatsiya qilib, maxsus diskka va fleshkaga yozib oldi. Endi qasos qanday amalga oshirilishi kerak? Shunchaki yuziga solib haydash Sardor uchun yetarli emasdi.
U jamoat oldida barcha qarindoshlar ko'z o'ngida amalga oshiriladigan spektakl tayyorladi. Bu tomoshaga maxsus mehmonlar kerak edi. Kechqurun dasturxon atrofida choy ichib o'tirishganida Sardor xursand ko'rinishga harakat qilib e'lon qildi. Onajon, Malika. Xudoga shukr, ishlari juda zo'r ketyapti. Katta proyektim tasdiqlandi. Shu munosabat bilan va oilamizga 4 yil tolishi munosabati bilan shu shanba kuni kattaroq restoranda oilaviy bayram qilmoqchiman. Faqat eng yaqinlar, qaynona-qaynotamlar, kelinoyimlar hammasini chaqiramiz. Malikaning ko'zlari porlab ketdi. Voy, dadasi. Rostdanmi? Katta restoranda-ya. Menga yangi ko'ylak olib berasizmi? Malika o'zining shaytoniy ishlari mutlaqo sirsiz ekanligiga ishonib erkatoylik bilan so'radi. Albatta senga eng zo'r libos olib beraman, azizam. Sen bu bayramning bosh qahramoni bo'lasan, axir, dedi Sardor so'zlariga zaharxanda ma'no yuklab. Lekin buni Malika sezmadi. Sardor butun tayyorgarlikni boshladi. U shahardagi shinam restoranlarning birida alohida VIP zalni buyurtma qildi. Zal ichiga katta monitor, televizor ekrani o'rnatib berishlarini tayinladi. Yoshlik rasmlarimizni qo'yib syurpriz qilmoqchiman, deya tushuntirdi restoran ma'muriga. Shanba kuniga qadar Sardor yana bir muhim ishni qildi. U yashirin raqam orqali pochta xizmatidan foydalanib, Jasurning rasmiy xotiniga, ko'p qavatli uyining manzili orqali va Jasurning o'ziga maxsus, ism yozilmagan VIP taklifnoma jo'natdi. Taklifnomada shunday yozilgan edi: sizni turmush o'rtog'ingizning qanday sirlari borligini va oilangiz xavfsizligiga daxl qilayotgan eng muhim haqiqatni bilib olish uchun ushbu restoranga taklif qilamiz. Agar kelmasangiz, butun sharmandalik ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinadi. Jasur ham, uning aslzoda xotini ham bu taklifnomani olib shokka tushishlari, vahimaga tushib albatta kelishlari aniq edi. Sardor o'zining me'morlik iqtidorini odamlar taqdirini qamrab oluvchi tuzoq qurishga sarflayotgan edi. U shu qadar aniq hisob-kitob qilgandiki, o'sha kecha portlaydigan bomba har ikkala xiyonatkorning ham hayotini tubidan yoqib yuborishi kafolatlangan edi. Shanba tongi otdi. Sardor oynaga qaradi. U yerdan unga avvalgi oilasiga sodiq, kulib turadigan Sardor emas, balki his-tuyg'ularini muzlatgan, yuragi toshga aylangan qasoskor boqib turardi. Qasos kechasi boshlanishiga sanoqli soatlar qolgandi. Muallifning so'zi. Qasos. Ba'zilar uni kechirishda deyishadi. Boshqalar esa uni unutishda ko'radi. Ammo sening hayotingni, yillaringni va eng muqaddas tuyg'ularingni oyoqosti qilib, ustingdan kulgan insonlarni jazolamaslik, ozlikni qurbon qilish bilan tengdir. Sardor hissiyotlarni aqliga bo'ysundira olgan nodir erkaklardan edi. U qon to'kmadi, musht ko'tarmadi. U shunchaki haqiqat nomli eng o'tkir qilichni qinidan chiqardi. Yovuzlik va xiyonat doim qorong'ulikda yashirincha gullaydi. Yorug'lik esa ularni kuydirib yuboradi. Ushbu final qismida barcha niqoblar yirtiladi, qalbaki tabassumlar ortidagi yirtqich basharalar fosh etiladi. Shanba kungi ziyofat nafaqat bir oilaning, balki bir nechta taqdirlarning qiyomatiga aylanadi. Kim nima eksa, shuni o'radi, adolatning qonuni shu. 13 bob. Niqobli bayram va qurbonlik qo'ylari. Shanba oqshomi. Shaharning eng qimmatbaho restoranlaridan birining VIP zali chiroyli bezatilgan edi. Billur qandillar, oppoq dasturxonlar, gullar bilan bezatilgan stollar. Malika Sardor olib bergan yangi, qimmatbaho, toq qizil rangli oqshom ko'ylagida xuddi malikalardek porlab turardi. Uning yuzida baxt, o'ziga bino qo'yish va mutlaq g'alaba hissi barq urardi. U o'zini dunyodagi eng aqlli, eng ayyor ayol deb hisoblardi. Sardor, girtlaqma. Uy-joyi, puli bor, mendan ko'zini uzmaydi. Jasur bilan esa ko'ngilxushlik qilaman. Hayotim naqadar ajoyib deb o'ylardi u billur qadahdagi sharbatni hoplab. Zalga birin-ketin mehmonlar kirib kela boshladi. Malikaning otasi Akrom aka va onasi Nodira opa magrur qadamlar bilan to'rga o'tishdi. Ular kuyovlari Sardorni hammaga maqtab yurishardi. Qizimizning baxti bor ekan, shunday qoli gul, halol va mehribon yigitga turmushga chiqdi, derdi Nodira opa qozonda go'sht qaynayotgan paytlarida qo'shnilariga. Bugun ham ularning yuzlarida shu gurur jilvalanardi.
Sardorning onasi Xadicha aya ham shu yerda edi. Nevarasi Umar uyda maxsus yollangan enaga qaramog'ida qoldirilgan edi. Sardor bolani bu xunuk tomoshadan uzoqroq tutishni ma'qul ko'rgan, yosh bolaning psixikasiga shikast yetkazishni istamagan edi. Sardor hammaga tabassum bilan peshvoz chiqardi. U qora kostyum-shim kiygan, yuzida galati, sovuq xotirjamlik qotib qolgan edi. Uning nigohlari eshik tomonga qadalgan bo'lib, o'zining tuzog'iga tushish kerak bo'lgan eng maxsus mehmonlarni kutardi. On tortboq. Qopqon yopildi, kutilmagan mehmonlar. Soat 19:30lar atrofida VIP zalning og'ir eman eshigi ochildi. Ichkariga 35 yoshlardagi, viqorli, o'ziga ishongan, ammo hozir biroz sarosima va asabiylik ichida turgan erkak, Jasur va uning yonida hashamatli kiyingan, baland bo'yli ayol, uning rasmiy xotini Nargiza kirib keldi. Nargiza qoshlarini chimirib, atrofga norozi qarab qo'ydi. Noma'lum taklifnoma uni qiziqtirib qo'ygan, erining qandaydir kattakon ishlari yoki qilmishlari oshkor bo'lishidan xavotirda kelgan edi. Jasur esa nima bo'layotganini mutlaqo tushunmas, ammo qandaydir shantajdan qo'rqib, xotini bilan kelishga majbur bo'lgandi. Sardor darhol ularning oldiga bordi. "Xush kelibsizlar. Sizlar men kutgan maxsus mehmonlarsiz", dedi Sardor, soxta muloyimlik bilan jilmayib. "Iltimos, mana bu stolga marhamat qilinglar. Ekran juda yaxshi ko'rinadi." Jasur Sardorni tanimasdi. U atrofga alangladi va to'satdan uning ko'zlari zalning to'rida qaynotasi va qaynonasi bilan kulishib o'tirgan malikaga tushdi. Jasurning tomirlaridagi qoni muzlab qoldi. Uning yuzi bir soniyada bozdek oqarib ketdi. "Malika, men nima qilib qo'ydim? Nega men uni erining qarindoshlari oldiga kelib qoldim?" Uning miyasida ming xil vahimali o'ylar gujgon o'ynay boshladi. U orqaga qaytib ketmoqchi bo'ldi, ammo xotini Nargiza uni tirsagidan qattiq ushlab oldi. "Qayoqqa qochyapsiz? Joylashib o'tiring. Menga yuborilgan maktubdagi siringiz nimaligini ko'raylikchi. Yana qanday qarzga botdingiz yoki kimni xafa qildingiz?" dedi Nargiza sovuq ohangda. Jasur itoatkor itdek stulga cho'kdi. Xuddi shu vaqtda Malikaning nigohi ham Jasurga tushdi. Uning qo'lidagi sanchqi jaranglab likopchaga tushib ketdi. Malika ham xuddi arvohni ko'rgandek qotib qoldi. "Jasur, u bu yerda nima qilyapti? Uni kim chaqirdi?" Malikaning yuragi qinidan chiqqudek ura boshladi, nafas olishi tezlashdi. U darhol Sardorga qaradi, biroq Sardor hech narsani sezmagandek mehmonlarga xizmat qilib yurardi. Tasodifmi? Yoki Sardorning obyektidagi biror tanishimikan, deya o'zini ovutishga urindi Malika. Ammo uning ich-ichidan qandaydir qora halokat yaqinlashib kelayotgani sezilib turardi. 15 bob. Ekrandagi do'zax. Hamma mehmonlar joy-joyiga o'tirib bo'lgach, zal ichidagi chiroqlar sekin xiralashdi. Sokin, romantik musiqa chala boshladi. Sardor qo'liga mikrofonni oldi va zalning o'rtasiga, katta monitor, ekran oldiga chiqdi. "Qadrli ota-onalar, qarindoshlar va aziz mehmonlar", Sardor gapira boshladi. Uning ovozi baralla, har bir so'zi dona-dona eshitilardi. "Bugun biz bu yerga oilamizning 4 yilligini nishonlash uchun yigildik. 4 yil bir qarashda kamdek ko'rinadi, lekin insonni chin dildan bilish, uning asl basharasini tushunish uchun yetarli vaqt ekan." Mehmonlar uning bu galati gapidan biroz ajablanishdi, ammo sukut saqlab eshitishda davom etishdi. Malika qaltiray boshladi. Jasur esa stol ostida qo'llarini musht qilib siqib o'tirardi. "Biz hammamiz baxtli hayot haqida orzu qilamiz. Sodiq yor, mehribon farzand. Lekin ba'zan biz qurgan mukammal rasm ortida shunday chirkin haqiqatlar yashiringan bo'ladiki, uni faqat ko'z o'ngingizda yorib ko'rsatish orqaligina ishonish mumkin." Sardor pultning tugmasini bosdi. "Bugun men sizlarga bitta hujjatli film tayyorlaganman. Bu mening hayotim va ba'zilarning sharmandali o'limi haqida." Musiqa birdan to'xtadi. Ekranda avvaliga Sardor va Malikaning to'y rasmi paydo bo'ldi. Zaldagilar kulimsirab qarashdi. Ammo rasm tezda o'zgardi. Ekranga bitta telefon ekranining kattalashtirilgan formati, skrinshoti chiqdi.
Tepada Shahnoza tikka degan yozuv, pastida esa Jasurning basharasi va quyidagi xabar turardi. Jasur, Malish, qachon ko'rishamiz? Oglimizni juda sogindim. O'sha ahmoq ering qachon xizmat safariga ketadi o'zi? Bolamni rasmini jo'nat yana. Zalda o'tirgan Akrom aka va Nodira opaning ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. Ular yozuvni o'qishdi, xat boshidagi raqamni va rasmni ko'rishdi. Bu nima degan gap, Sardor? Bu nima qiliq? Deb o'rnidan turib ketdi Akrom aka jahl bilan. Joyingizda o'tiring, ota. Sardorning ovozi shu qadar qattiq va buyruqomuz chiqdiki, qaynotasi ixtiyorsiz ravishda o'tirib qoldi. Kino endi boshlandi. Ekranda keyingi skrinshotlar chiqishni boshladi. Malika, homiladorman.